Ushbu video ismida gul affiksi, ya'ni gul qo'shimchasi bo'lgan qizlarga bag'ishlanadi. Ularning hayoti qanday kechadi, taqdiridagi nurli va soyali tomonlar nimalardan iborat? Keling, buni birgalikda bilib olamiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Gul qo'shimchasining abjad yig'indisi 50 ga, ildizi esa 5 ga teng. Bu qo'shimchasi bor insonlar xarakterlari jahli tez, qalbi sevgiga lim-molim, shoshqaloq, zerikuvchan insonlardir. Ularni kasb tanlashda va turmush qurishda zo'rlash aslo mumkin emas. Chunki ularning qalb kasblari ijodkorlik hisoblanadi. Ular aniq fanlarga asoslangan kasblarda ishlay olmaydilar va o'zlari sevmagan insonlar bilan u yaxshi bo'lgani uchun, ko'p pul topgani uchun yoki sulolasi nasabi ularning oilasiga to'g'ri kelganligi uchun yashab ketmaydilar. Ular haqiqatdan ham sevib oila qurishlari lozim. Ular faqatgina o'zlari sevgan insonga bosh egishlari mumkin. Ular haqiqatparvar bo'lganliklari sababli yaqinlari bilan tez-tez ziddiyatga borib turishadi, lekin yettiyot begona insonlar ularga qattiq mehr qo'yishi mumkin, chunki bu insonlar yaxshi notiq hisoblanadi va nutqi chiroyli bo'ladi. Ular farzandlarga juda yaxshi onalardir, chunki ular juda ham mehribon va erkinlikni yoqtiradi va farzandlarini ham erkin qo'yishni yaxshi ko'rishadi. Munosabatlarda ular juda qattiq sevishadi va ikkinchi tomondan ham xuddi shunday faollikni kutishadi. Agar kutgan natijasini ola olmasalar, bunday munosabatlarga nuqta qo'yishadi. Moliyaviy tomondan ular juda ham qanoatli insonlardir va ochko'zlikni yoqtirmaydilar. Ular me'yorda pul topishadi, lekin kambag'al ham bo'lib qolishmaydi, chunki ular doim harakatda bo'lishadi. Va ushbu videoni ismida gul prefiksi yoki gul suffiksi bo'lgan har qanday qizlarga jo'natib qo'yamiz. Har doimgidek to'liq ma'lumotni video ostida qoldiraman.